bəyligini muhasirəyə elib, Cao bəyligini qutquzub almaq. Qo'lingdagi to'xu pochiqi bak mizlik purab ketdi. Qo'limdagi to'xu pochig'ini tanishiman deydi ekansan. Uyingga berib, qozningni tortib olib, seni osh qo'yaman, bildingmi? Bo'ldi, mana ola. Zamonga boqqan donishman debdiki. Obdan narsalarni biladi ekansan, ha? Sana desam, boyi mening ishlatganim vaybagligini muhosirga elib, javbayligini qutqizish chorasi. Milodidan ilgirki 354-yili Ju bəyligining podshohi Veyxuy zaminni kengaytish uchun general Pangjunni Vey bəyligiga hujum qilishga avatibdi. 500 jang harvisi bilan Udul Jau bəyligiga berib, Jau bəyligining ostonasi Xandanni muhosirga elishni buyuribdi. Bugun sizlarni bu yerga chaqirtishimdagi maqsad shahar sirtida Pangjun ismli biri paydo bo'libdi. Biz bir amal qilib, uni ketkizsak bo'ladi. Alileri, Pekirning o'zlariga deydigan gapim bor edi. Desam bo'larmi, bo'lmasmi? Davram. Pangjunning kecha-kunduz vaqirab-jaqirashlardan nervlarimiz ojizlashib, qobiliyatimizni joriy qildiramay qoldik. Uni burunli qo'g'ilib etishni o'ylagan bo'lsaqmi, biroq amal qilolmay qoldik. Yanala boshqa bəyliklardan maslahat ep baqqan bo'lsalar alileri. Tez chebagligiga odam avatinglar. Bir chorakdan keyin alileri, bu qatam bəyligimiz rastli qiyin kunda qoldi. Yordam qilsila bo'ladi. Ha, o'ylinib boqay. Agar sizlar yordam qilishga qo'shilsalar, shohimiz Chunshandan iborat mushu muddat zaminni sizlarga bo'lib berdiganligini aytdi. Yaxshi, mahu gaping bo'ladi. Shuncha yaxshi gap qilyapsan, sizlarga yordam qilmasam, yuzingni qilmagan bo'lmam deman. Kenji Sunbing, ishkinglar beringlar. Sunbing bilan Pangjun ashaddiy raqiblardan edi. Ilgari Pangjun Sunbingga hasad qiladi. Shunga u Sunbingni qaslab, ma'amas qilib qo'ygan edi. Keyin Sunbing sarang bo'lib olib, Chi bəyligining elchisining yordamida Chi bəyligiga qochib berib olgan edi. Sunaka, intiqom olgan paytingiz oxiri yetib keldi. Shundoq. Meningcha biz odam to'plab, Jau bəyligining ostonasi Xandan shahriga hujum qilaylik. Hargiz bo'lmaydi. Biz urush qilayotganlarni yarashtirgan qiyofatga kirib olaylik. Ular bilan bevosita urushmay, avval askar avatib, muasirdan qutulib, ondan kuchlik bilan urushmay, ojizga hujum qilishimiz kerak. Hozir Vey bəylige sarxil qo'shinlarni Jau bəyligiga to'pladi. Vey bəylige quruq qoldi. Shunga biz qo'shin boshlab, Vey bəyligining ostonasi Dalianga hujum qilishimiz kerak. Pangjunni chopsan chaqirib kelinglar. Tugmini deb to'gidan quruq qolmayli yana. Pangjun oxir qaytib keldi, bak yaxshi bo'ldi. Vey bəyligini muhosirəga elib, Jau bəyligini qutquzlamaq degan bu idiom 36 tadbirning ichidagi nihoyat muhim bir tadbir. Buning asli ma'nosi yig'iliq davrida Chi bəylige kuchlik Vey bəyligini muhosirəga elish orqali Vey bəyligining Jau bəylige bilan urush qilish niyatini yondirib, Jau bəyligini qutqizib qolgan. Hozirgi ma'nosi dushmanning orqa tarafidan muhim joyga hujum qilib, dushmanni chekinishga majburlash taktikasini ko'rsatadi.